Bugun sizlar bilan T51 modelini telefonga ulashib o'rganamiz. Buning uchun bizga T51 modeli kerak bo'ladi. Buni siz Babyphone do'konlaridan xarid qilsangiz bo'ladi va albatta smartfon. Tuya programmasini skachать qilamiz. Birinchi navbatda tokka ulaymiz. Programmaga kiramiz. Bu bizning qurilmamiz bo'ladi. Добавить-ni bosamiz va Wi-Fi parolini teramiz. Qurilma ham ulandi. Endi завершитni bosamiz va главный ekranga chiqib ketamiz. Главный ekranda xona harorati va havo namligi ko'rsatilgan. Bizga kerak bo'ladigan barcha funksiyalar mana bu yerda. Harakatni kuzatish, harakatni aniqlash. Bu yerda barcha harakatlarni o'z xotirasiga yozib oladi. Xonadagi tovushlarni aniqlash. Agarda farzandingiz yig'lasa, sizga darhol xabar keladi. Farzandingiz yaxshi uxlash uchun alla ham bor. Hozir sanab o'tganlarimiz faqat eng asosiysi edi. T51da bundanda ko'proq va foydaliroq funksiyalar bor. Buyurtma berish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Короче, olinglar bo'ldi.